O'z kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Boshqa bo'lib yashash unchalik ham yomon emas. Aytmoqchimanki, Men shuni aytaman-da, bu xuddi dam olishga o'xshaydi. o, qadaysan birodar? Menimcha u sayohat qilib yuribdi. To'xta, u nima qilyapti? Yo'q, shoshma, Teddy, u bizni qafasga solmoqchi. Qochdik, yugurdik. Yo'q, endi juda kech. Menga qara, Ted, bu rostdan ham juda yomon. Men oldin ham o'yinchilar hayvonlarni qafasga solganlarini eshitgandim va men u hozir qaytib kelib bizni yemoqchi deb o'ylayman. Va biz toshbaqa ekanmiz, bizda vaqt oz. Shuning uchun u qaytib kelgan zahoti unga hujum qilamiz. Bu yashab qolishimizning yagona yo'li. Mayli, aytganlarimni unutma. U qaytib kelgan zahoti unga hujum qilamiz. Shoshmachi, u kelyapti. Mayli, bu bizning oxirgi imkonimiz. Qo'rqishga hojat yo'q. Agar birgalikda ishlasak, buni uddalaymiz. To'xta, u nima qilyapti? Mayli, buni ahamiyati yo'q mana senga. To'xta, bu nima? Suv o'ti? Yo, Ted, bugun naqadar ochilib ketibsan, a? Men ham sen haqingda shunday fikrdaman, do'stginam. Bilasanmi, Ted, balki qafasdadirmiz, lekin to'g'risini aytganda hayotimiz unchalik ham yomon emas. Ana bu o'yinchi bizga ovqat kerak vaqtda ovqat tashlab ketadi. Mana bu tuxumlarimiz bor. Menimcha bu yerda bundan oxirgacha baxtli yashaymiz. To'g'ri aytasan. Menimcha ham biz bo'lajak toshbaqachalarimiz haqida qayg'urganimiz ma'qul. O, qara, u qaytib keldi. Menimcha aniq ovqat olib keldi. U do'stini ham olib keldimi? Bilasanmi, men ular nima haqida gaplashayotganidan xavotirdaman. Qo'y, birodar, bizda toshbaqali shlemlarimiz bor-ku, bularni boshingga urasanmi? Bilasanmi, men ham boshida o'zi toshbaqali shlem yashamoqchi edim, lekin keyin mana bu zo'r mashg'ulotni o'ylab topdim. Mana. Shoshmachi, maroqli ko'rinyapti-ku. Men ham qilib ko'rishni xohlayman. Sizlar maxluqsizlar, nimalar qilyapsiz? Hoy, aqlingiz joyidami? Hoy, to'xtating. Nima? Buning uchun javob berasizlar. O, yo xudoyim, bittasi ham qolmadi. Hammasi. Men shunchalik qasos olishni xohlayotgandimki, lekin biz shunchaki toshbaqa bo'lganimiz uchun orolda tiqilib qolgandik va bir necha haftadan so'ng ochlikdan o'lishni boshladik. Bilasanmi, Ted, menda bor yo'q ikkita ochlik shkalasi qoldi. Menimcha uddalay olmasam kerak. Ikkalamiz ham bir kun kelib bu yerdan chiqib ketamiz deb umid qilaman. Kimdir kelyapti. Shoshma, nima? O, yana bitta o'yinchi. Nima, o'tgan safargisi yetmadimi? Bizni tinch qo'ying. Men o'yinchi emasman. Mana olinglar ozgina ovqat. Nima? O'yinchi emasman deb nima demoqchisan? Agar o'yinchi bo'lmasang kimsan unda? Buni tarixi uzun. Lekin asosiysi men ham oldin sizlarda edim, yigitlar. Men oddiygina o't-o'lan yeb o'z hayotidan zavqlanib yurgan cho'chqacha edim. Lekin hammasi bir yigit paydo bo'lishi bilan o'zgarib ketdi. U qo'lida sabzi bilan meni yonimga kelgandi. Men biroz och bo'lganim uchun uni ortidan ergashishni boshladim. Hoy, men ochman, sabzini bera qol. Birodar, men seni butun yo'l davomida kuzatib keldim. Endi sabzini bera qol. To'xtachi, jin-ursan. Ana shunday qilib muammolar boshlangandi. U har kuni cho'chqaxonaga cho'chqa olib kelaverardi. Oxir-oqibat shunchalik ko'p bo'lib ketdikki, hatto harakatlana olmay qoldim. Va bir kuni u bitta cho'chqani olib, ichkariga undan ovqat tayyorlash uchun olib kirib ketdi. Va u bu ishni hammamizdan ikkalamiz qolmagunicha davom etaverdi. Men birinchi kirib, oxirgi o'lguvchi edim. Men o'z o'limimni kutar ekanman. U meni ovqatga aylantirishdan bir kecha oldin yomg'ir yog'di va mo'jiza yuz berib meni chaqmoq urdi va men cho'chqa odamga aylandim. Men yashirindim va u meni ovqatga aylantirish uchun olib ketishga kelganda uni o'ldirdim va qochib ketdim. Endi men dunyo bo'ylab yurib, sizga o'xshagan o'yinchilarning zulmiga uchraganlarni qutqarib yuribman. Oy, xudoyim, men qasos olishni xohlayman. Meni ham shunday kuchli qila olasanmi? Sen juda ham zo'r. Meni mana shu manzildan topasan. Ted, buna qadar zo'r. U bizni kuchli qilib ikkita o'yinchidan qasos olishimizga yordam beradi. Men qasos olishni xohlamayman. Men oldingi sevimli hayotimiz okeanga qaytishni xohlayman. Endi ozodmiz. Yur ketdik. Nima haqida gapiryapsan o'zi? Men okeanga qaytmoqchiman. Ajoyib. Unday bo'lsa hammasini o'zim qilaman. Men ikkalamiz uchun ham qasos
qilaman. Men o'sha cho'chqa odamni nima bo'lishidan qat'iy nazar topaman. Va'da beraman. Shunday qilib sayohatimni boshladim. Lekin siz toshbaqa ekansiz, sayohat qilishingiz oson bo'lmaydi, chunki men juda ham sekin yurardim. Lekin men toshbaqa edim. Men hech qachon taslim bo'lmadim, hattoki cho'lga borganimda ham. To'xta, cho'lni qoq o'rtasida mana bu toshbaqa nima qilyapti? Balki unda toshbaqali shilem. Nimalar haqida gapiryapsan? Biz bu toshbaqani o'ldira olmaymiz. Qanday qilib bu darajada vahshiy bo'lishing mumkin? Shundoq ham uni o'ltirib turgan ko'zlarida azob uqubatni ko'rmayapsanmi? To'g'ri aytasan, qanchalar bu darajada ahmoq bo'lishim mumkin, axir bu toshbaqa buyuk ishlar qiladi. Omad kichkintoy. So'ngra uzoq sayohatdan so'ng u menga bergan manzilga yetib Men hayratdaman, buncha yo'lni bosib o'ta olasan deb o'ylamagandim. endi men o'yinchilarni yenga olishim uchun meni o'zingga o'xshab kuchli qila olasanmi? Men seni kuchli qilish yo'lini bilaman, lekin bu juda ham tavakkalona. Qiziqqan bo'lsang ichkariga kir. Yaxshi, boryapman. Xo'sh, shoshma. Bilishing uchun men hali ham toshbaqaman. Mana shu mashina seni menga o'xshab odamsimon qilishi mumkin. Ajoyib. Mashinani menda ishlatib ko'raver. Men tayyorman. Shoshma, rozi bo'lishingdan oldin shuni bilishing kerakki, bu mashina oldin hech qachon toshbaqalarda ishlamagan. Sendan faqat kosang qolishi mumkin. Yashab qolish ehtimoli trilliondan bir. Menga qara, men statistikalar bilan ishim yo'q. Men qasos xohlayman. Qo'shimchasiga 1% bo'lsa ham bor ekan-ku. Ketdik. Yaxshi, ammo momaqaldiroq bo'lishini kutishimiz kerak. Bu mashina ishlashi uchun chaqmoq zarur. Buni qilishni xohlashingga aminmisan? Ha, janob. Bu 1 daqiqalarda bo'lishi mumkin. Omad tilayman. Oyo xudoyim, bu ish berdi. Ajoyib. Men endi ana yigitlar ustidan ov mavsumini boshlayman. Ov mavsumiga otlanishingdan oldin men bilan yurishingni so'rayman. Shunday qilib, u meni qayergadir boshladi. Bu da ham ko'p davom etgani uchun oxir oqibat undan so'radim. Birodar, nima qilyapmiz? Men o'yinchilar bilan jang qilmoqchiman. Mana bu kartoshka dalasida nima qilyapmiz o'zim? Men tushunmayapman. Meni eshit, agar hozir o'yinchilar bilan jang qiladigan bo'lsang, ular seni o'ldirishi mumkin. Men seni PvP ustasi bo'lmish o'zimning ustozimni yoniga olib keldim. U eng zo'rlarning eng zo'ri. Menimcha o'sha atrofda, ana ular. Bu men o'sha sizga aytgan bolakay ustoz. Men uchun mana shu bolani shug'ullantirib bering. Hal qilish kerak bo'lgan bir ikkita muammolari bor. Mayli, omad bolakay. Men oldin toshbaqa edim. Hozir esa toshbaqa ninjami bilmadim. Xullas, ustoz meni shogirdlikka oldilar va to'g'risini aytsam, men oldin PvP haqida hech narsani bilmasdim, lekin keyinchalik kamondan va qilichdan foydalanishni o'rgatdilar. Bir necha oy ichida PvPni yaxshigina o'rganib oldim va nihoyat ustoz menga tayyor ekanligimni aytdilar va men endi o'yinchilar tomoniga. Agar bolayga mana shu qishloqni jetelga aylantirib olsak, hamma kelishuvlarni bir zumratga tushirishimiz mumkin. Yo'q, demak endi hamma kelishuvlar bitta zumrat bo'ladi ekanda. Bilaman, bu juda ajoyib. Meni esladingizmi, yigitlar? Sen kimsan? Siz ikkita toshbaqani ulardan shilay masash uchun qamab qo'ygandingiz. Xullas, men ulardan biriman va siz ikkalangiz qilgan qilmishingiz uchun javob berishingiz uchun anchagina kuchli bo'lib bu yerga keldim. Xo'sh, endi meni esladingizmi? Yo'q, umuman. Ha, men ham eslolmadim. Rostini aytadigan bo'lsam, meni eslay olasizmi yoki yo'q, bu meni qiziqtirmaydi. Muhimi, men sizlar qilgan ishni aslo unutmayman. Men bu kun uchun juda uzoq tayyorlanganman va ikkalangiz ham o'limga tayyorlanyapsizlar deb umid qilaman. Menga qara, biz seni kimligingni bilmaymiz, lekin biz bilan urushmoqchi bo'lsang mayli, lekin faqat PvP narsalarimizni olib olaylik. Nima? Qanaqa narsalar? Men buni kutmagandim, lekin orqaga qaytish uchun bu yerga kelganim yo'q. Xo'sh, menimcha jang yaxshi